gap so'z bo'lsa tushunalayman, ham o'zimning maqsadimni oddiy qilib bildiralayman, biroq sal uzrab qolsa, gap so'z murakkablashib qolsa, tushunmayman, o'zimni bildiramayman degan do'stlar, amaliyotda sizlar men 3 odamga tomoq etalayman, lekin 5 odam bo'lib qolsam tomoq etolmayman degan o'xshashlar bir ish bu, ha. Ya'ni azroqlam kuchsanglar, mush xurishni azroq ko'paytirib salsanglar, ya'ni azroq tirishsanglar, amaliyotda uzunroq jumlalarni sizlarni deyalaysizlar, ham ifodalaysizlar, qarshi tarafning uzunroq degan gapini tushunalaysizlar. Qanday desanglar, masalan, üstelning ostida degan gapni ekran oldidagi siz davlat tilida chuqur deyalaysiz. Üstelning ostida. 在桌子下，是吧？在桌子下，üstelning ostida degan gap. Mening qalamim üstelning ostida desak, 我的笔在桌子下面。我的笔在桌子下面. Mening qalamim üstelning ostiga tushib ketibdi, ostida ekan deganni bildiradi. Endi ma turmushda deydigan yana bir xil gap bor. Mundaq ahvol ostida deb turib gap qilamiz-ku. Masalan, 在不知情的情况下，在不知情的情况下，miyadagi 不知情 degan ahvolni bilmagan, 不知情的情况下 ahvolni bilmagan ahvol ostida. 在不知情的情况下 ahvolni bilmagan ahvol ostida. 你不能乱讲话，你不能乱讲话. Siz qalaymaqan gap qilsangiz bo'lmaydi deganni bildiradi. Yana masalan, 在没钱的情况下，我不想出去逛街。在没钱的情况下，我不想出去逛街. Pul yo'q ahvol ostida mening sirtga chiqib aylang'im yo'q deganni bildiradi. Ya'ni 在没钱的情况下，在没钱的情况下, pul yo'q ahvol ostida. 在不会说国语的情况下，你是找不到好工作的。在不会说国语的情况下, davlat tilini so'zlayolmaydigan ahvol ostida, 是吧？在不会说国语的情况下，不会说so'zlayolmaydi. Nima so'zlayolmaydi? 国语 davlat tilini. 在不会说国语的情况下, davlat tilini so'zlayolmaydigan ahvol ostida, 你是找不到好工作的. Siz yaxshi xizmat topolmaysiz degandek, mushu xil gaplarni amaliyotda uzun bir jumlalarga mushu xil uzun jumlalarni amaliyotda biz deyalaymiz, ha. 在桌子下ni deyilgandan keyin yana azroq so'zlikimiz oshqanlan bo'lsa, bunda ahvol ostida degan ifodalashlarni qilib bo'ladi do'stlar. Shunga bek umidsiz bo'lib ketmayli. Men o'rgandim, to'xtamay o'rgandim, lekin yana qirdan oshamadim deydigan do'stlarmi chiqqansizlar. Asos masala so'zlikni bilasizlar, lekin so'zlikni ash qurilmaga tushirib gap qilishni bilmaysizlar va yoki ishchinglar bilan qilib tashqi chiqib ifodalamagandan keyin va yoki ifodalaydigan bir so'rin muhit bo'lmaganligi uchun ishchinglarda qiliqliq bu. Andan yana ba'zi bir do'stlar, men yozishni o'rganmasam bo'ldi, gap qilishni ham o'rgansam bo'ldi deysizlar. Bu hamma odam shu gap qilishni o'rgansam bo'ldi deb o'rgandi bu davlat tilini. Hamma odamning bir imtihon berdiganga, yoziqchilik qilib kitap nashr qiladigan ehtiyoji yo'q. %95% odam shu gap qila olsam bo'ladi deb o'rganadi. Lekin sizning saviyangiz qaraymiz, ayada siz hech qancha so'zlikni bilmay turib, qandaqsa gap qilib keta olasiz. Ham so'zlikni egallash uchun shu aztul yozganda anan keyin esimizda ham bek qoladi. Ko'riblam, anglablam bir so'zni bilib ketadigan ahvol bo'lmaydi do'stlar. Shuning uchun o'zimizning saviyasiga qarab turib dars tanlashni, darsxona tanlashni, o'rganish usulini tanlashni bilaylik. Bu sizlarga men yozdigan topshiriq berma, sizlarning ahvolingizga qarab turib, hamma odamning yozdigan topshiriqi bo'lmaydi. Bizning ba'zi bir darsxonaning yozdigan topshiriqi yo'q. Lekin ba'zi o'rganishlar cho'qim yozdigan topshiriqni yozish kerak. Sizlar xat yozsanglar, menga hech qancha foydasi yo'q. Bir mo'ljallik. Shundaqda sizlarning yozgan xatinglarni men chiqib setib pul qila olmayman ya. Shu o'zingizlarga foydasi bor. Shundaq o'rganganda anan keyin ishtikroq o'rganganda ishtikroq egalligida bo'ladi demoqchi. Şuna muş mening tuzib bergan o'rganish planim bo'yicha menga moslash o'rganishlar bo'lsa, meni izlanglar. Meni qanchalik o'zinglarning gapini qildigan, boshqa darsxonalarda andaq ekan faoliyat qilib bermamsiz, mandaq ekan deydigan yoki boshqa darsxonaning g'ayvatini kelib men qildiganlar bo'lsanglar, men uchur qilmanglar. Bizning darslarimiz 0 saviyadan boshlab yuqori saviyagacha, hatto grammatik darsimiz, ig'iz til kuchaytirish darsimiz ayrim holatda mush davlat tili o'rganaman deydiganlar uchun boshdan oyoq bağlışaqlıq holatda tayyorlangan yetaklashlarimiz billa yetaklashni tang elib mingimiz. Shu xil holatda shuning uchun bizning o'zimizning 8 yilni zima davlatda yetaklash qilyapman. Mush o'rganishlarning ahvoliga qarata tuzgan planlarimiz bor. Faqat darsliklar emas, mush o'rganishlarning psixikasi nagacha, nima ehtiyojli, qandaroq o'rganish uslubi bilan yetaklaganda andan yaxshi o'rganalaydi degandan tartib sizlarning psixikanglarni egallab turib, sizlarni necha turga ayirib turib, so'zlangan hamda yetaklash elib berilayotganmish baho jihatimi shuning qarab turib bekitgan ahvol bu. Shu bir ishkaylarning unda gaplar bilan biz buni o'zgartirish qila olmaymiz.
Şunun üçün həqiqi öyrəngisi var, hə? Mana əzən göçünün şorpusu yox deydigan qanuniyyətini düşündigan, amma azraq bir vaqtını jiqraq çıxarsammı, pulunu jiqraq xərcləsəmmi, həqiqi bir öyrənib bir narsa singdirsəm bulatdı özəmgə deydigan, kallası var öyrənmiş bolsanglar, mana ayırım uçur qılsanglar buldu, baş bətdə ünidar numuru var, hə?